vaqtida Hyundai tablosini remont qilib qo'yganmiz. Bunda bo'lgan muammo Hyundai o'zi o'chib qotib qoladi. 5-10 minut ishlagandan keyin tablo o'chib qayta yonmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, xudo xolasa birgalikda to'g'rilaymiz. Programma qilgan pamitni ko'tarib oldim. Uzun pamit programma o'qimaydigan qolib, shunga yangi pamit qo'yib programma qilib berdim. Yo'q ko'ramiz endi. Mana ko'rib turibsizlar, programma o'qidi. 5-4 minut turgandan keyin lipillab o'chib qolibdi. Bu muammo protsessordan bo'ladi. Xudo xolasa protsessorlarni ko'tarib, birgalikda muammoni hal qilamiz. Protsessor operatsiyaga tayyor. Aylan atrofini faollashtira olganmiz. Yonda zapchastlarga ziyon yetmasligi uchun protsessor oyoqlarini chiqarib oldi, chiroyli qilib. Videoni ko'p joyini qo'ya olmay qoldi, cho'zilib ketib qolar ekan. Xudo xolasa 100% ishlari bitdi. Chiroyli ishlab turibdi. 1 soatcha ishlatdim. O'chib qolgani yo'q, ish ko'rsatgani yo'q. Ko'prik yetkazib yangi tablo olish kerak yo'q. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishini qilib beramiz. Pastdan numar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Like qo'ysangiz obuna bo'lib ketishni unutmang.